Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz va nihoyat bugun o'sha Umidjon akam qarindoshning uylariga keldik. Parandalarni kuzatib boramiz. Tayyor yetilib qo'ygan vaqilloq. Bular tozalik zotli o'rdaklar shekilli. Zotlar ekan, turishganib turibdi, yana ko'ribsizlar. Buni kul ranglarda alohida nimalarda Telegram kanallarda ko'rdim, qimmatroq edi narxlari. Kul rangi ham bor, sarig'i ham bor, qorasi ham bor. Bular hademay tuxumga kirar ekan. Olish xohlovchilar bo'lsa sotiladi. Bir oyda kirib qolamiz tuxumga, chillaga kirib qolamiz. Chilladan tuxumga kirishni boshladi ekan. Hammasi mana iri-girik. So'ygani jalq ekan, rosa yetilgan emas ekan. Tuxumini olamiz deb yetilib yuribmiz-da yanvardan. Yanvardan boshlaydi tuxumda. Mana Xudo xolasa yanvardan tuxumni boshlasa, bular patira tuxumlar beradi. Ularni ham 4 tadan ko'paytirganman. Enasi 4 ta bo'lgan. Inkubator qilib 50 ta mu ketdi-da. Misol so'yib yedik. Berib yubordik qarindoshlarga, so'yib yeyman deganlarga. Men o'rdaklarni ancha irik ekan, qiloqlarimdan. Ancha katta ekan. Toza aytdi bu. Mana shu zotlar ekan. O'rdalam yaxshi o'yladim. Eng katta o'rdak emas, eng kichik o'rdagingizdan kichkinada. Haligini kechqurun ko'rganimga nima qilmadim, bu haqiqatan irik narsalar ekan bular. Mana qadrli obunachilar. Anchadan beri video qo'yolmayapmiz, ish ko'p. Taksiga chiqdik. Tirikchilik qilish kerak endi, to'xtash. Bekor yurish hozir zamonga to'g'ri kelmaydi. Nima qilib bo'lsa ham harakat qilib ishlash kerak. Qo'ldan kelgancha bo'sh vaqt qilib, sizlarni ham xafa qilmaslikka, yangi videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bu kul ranglari vahshiy chiroyli ekan haqiqatan. Hozir yomg'ir yog'ib bo'ladicha xunuk bo'lib qoldi-da bu. Nimada yomg'irdan oldin juda chiroyli edi, oppoqqina. Buni kirib turmasdi ular. Buni ko'rasan, yomg'irdan ham balcha bo'lib, rosa osib ketdi. Xo'rozlar bosyaptimi? Endi. Hal bosqaymi? Qaralmaydi ham, ertalab donini beriladi, shu bilan qaralmaydi. O'z chaqirib topdi xo'rozlarni. Bir marta yo kimada don beriladi bo'ldi. Uni kelib turganda u ko't osilib qolibdimi? Xo'roz ekan u. Xo'roz ham ko'p ekan u. 10 dona xo'roz bor. 30 ta chamakani bor. Bu xo'roz tuxumini yaxshigina olinadi turibdi. Xo'rozlar shu kul rangida tuxumidan menga beradi. Shu kul rang tuxumidan olib turib, indisiga tashishtirib ko'rish kerak. Zo'r bo'lsa kerak. Mana shu boshqacha narsa chiqsa kerak. O'zi uni kul rangida zoti zo'r, narx qimmat, yana uni indisiga tashishtirsa, chiroyli narsa chiqa kerak. Balkim. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi so'rab bilib olamiz onalardan. Chiroyli qarang uni ko'rni. Kutlar osilyapti, tuxumga tayyor ko'yam. Uchuv hammasi tuxumga tayyor bo'lyapti. Hozir bir tekisga tuxumni boramadi. Tuxum qo'yapti-ku. Ha, yetga tuxum qo'yar, kechagina bitilni tug'ib qo'yibdi. Bu shunaqa yurib ketib turgan, tarsa turib ketaveradi. Joy tanlab, Joy tanlamay qo'yibdi. asobiy ko'rib qo'yaylikchi. Yo'q. Hozir aytayapman, har zaman tekis tug'ib qo'yapman. Eng kattasi qo'yapti bu yerlarda. Nimalari? Meni o'rdaklar indeskilarim tuxumdan to'xtab qoldi qandaydir. Endi o'sha siz aytgan yanvardan boshlasa kerak. Hozir yanvardan boshlayapti bular. Dam olib. Ko'p aksariyat bu 4 dona yana bor xolos, nechidan? Qolgani hammasi jo'jalar. Birinchi oydami, ikkinchi oydami chiqardim. Qiziq, inkubator qilib. Chaqiryapti. Shu o'qi ham xo'roz. Aqashimdan keyin chaqiryapti. Bosyapti. Mana shu yanvardan o'tib xohlasa bular bir ko'tam osilyapti. Tuxumga boshlab beradi. Yo'q, deyapti bu yerda.
Ama bular hali odam ko'ra bu sho'g'im bo'lmasa, qo'rqmasa aqllanmaydigan ekan, odam chiqarmaydigan. Qorni och bo'lsa vaqillaydi, odam kelsa vaqillaydi. Xab bo'lsa. Bundan boshqa joyda ovozini eshitmaymiz uni. O'tgan haftadek ikkita raqlar so'ydim. So'yib tozalab, hidi bor, hidini yo'qotish uchun qaynoq suvga lavrovilislar tashlab, chesona tashlab, tuzlar tashlab, sho'rga o'shatib qaynatib oldim-da. Qizigan yo'q, bo'lak-bo'lak qilib qo'g'irdim. Ham mo'mamdan parranda go'shtlarini yemasdi. Bitta yeb tishlab ko'ring desam, yeb ko'rishdik, shu bilan bir talik olib ko'rdik, hammasini yeyapti. Tam вообще zo'r bo'ladi ekan. Ertaga pishirib. Buni go'shi 1 kilo atrofida chiqarganini, katta bo'lmasagani, bu yaqinini so'ydim. Bu kattalar katta pista kerak. Yana kichkinaroqni so'ydim. Bitta keyin nima qasami katta kishi qaytasan, quvdim tab qo'lmay kirgani shu so'ydim. Endi o'zim 10-15 xo'rasi bor-ku. Qidiryapman uni. Terini orasiga yo'qlarni ketibdi. Semirmi? Semirib ketibdi. Makka berasiz-da? Yo'q, bu kepay bilan faqat go'sht. Go'sht ham yeydi ular. Go'sht yeydi. Har zamondan shu Makkani ham ancha yeyishdi bular. Makkani Qo'qon Makkaga yuborishadi. Shu Makka yo'lantirar ekan. Bizda aksariyatini go'sht bor-ku. Buni ular qilib nima qilyapti? Shu tuxum shekilli bo'lchilar. O'zi boshlab qoladi. 10 kun 15 kun uzab kelsa 20 kun qoladi. Faqat sizga bersak. Bir kelganingni ko'rsam, hamma tuxum bo'layotgan bo'ladi. Baholasan. Yurgit bilan to'g'ri ketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug'araveradi bular. Shuni degani, kelib bo'lganda qaytarmaydiganlar. Qaytarmaydi bular. Misol tovuq bitta joyga tug'aydigan bo'lsa, har kuni bularga qizig'i yo'q. O'tgan yili sinaldi-da bu. Mujik ekan-da. Bular keldimi paqilab tashlaydi. Qaytarmaydi. Qidirib joy ham qidiryotmaydi. Bitta miyam holaringiz bor ekan. Ha, bu sharoitlar. Asalda ishlarni ham ishlatmay qo'ydi shekilli-ga. Asallarni. Bir nima nobud bo'lib qoldi-yu. Nariganda bor. Mabodo sotmaysizmi ularni? Sotsangiz qo'yib olamiz ikramaga. Ha, bular endi o'zimizda ko'payib qolsa. Ko'paytirsak ham ko'ramiz. Chiroyli qadrli obunachilar, biz bilan birga bo'ling. Yangi kelganlarga like va podpiska bosishni unutmaymiz. Inshaalloh mana shunaqa qiziqarli videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.